Aziz kuzatuvchilar, yana biz mana ish faoliyatimizni boshladik. Bugun 1997-yil tug'ilgan patsientimiz Qumqo'rg'on tumanidan surunkali ichki gemoroy, bir nechta ichki gemoroylari bor va anal yo'riq kasalligi bilan kelgan. Juda ham kuchli og'riq bezovta qilib, hamma dori-darmon, boshqa choralarni ko'rib yordam yaxshi effekt samara topmagani uchun keldi. Mana hozir lazerli operatsiyamizni boshlayapmiz. Mutlaqo og'riqsiz 15-20 minutda xudo xolasa tugatamiz. Biz sizlarga natijamizni ko'rsatamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Operatsiya mana 20 minutda tugadi. Qanday bo'ldi? Shu doktorga qo'lingizdan so'rayman. Yaxshi Ishlasan sizdan, xudo doktor. Boringlar shu doktor. Boshida shu bir ikkita jiz etib ukollar seziladi. Keyin shu bilan nima ishlasa bo'lmaydi. Kayfiyat zo'rmi? A'lo daraja. Agar ruxsat bersangiz yugurib ketaman. Malades. Yugurib ketaman bunday. Aziz kuzatuvchilar, biz operatsiyamizni tugatdik. Lazerli operatsiyamiz juda yaxshi o'tdi. 20 minutda tugatdik. Aziz kuzatuvchilar, mana patsientimizni lazerli operatsiyasini tugatdik. Patsientimizdagi ikkinchi bosqichli ichki gemoroy va anal yo'riqlarni to'liq bartaraf qilib berdik. Operatsiyamiz 20 minut davom etdi. Operatsiyadan keyin kasalimiz mana bemalol o'zi tikka turib o'zi yuradi mustaqil. Uyga ketishga ham biz ruxsat beramiz. Hech qanaqa bizda muammo bo'lgani yo'q. Kayfiyatingiz qanday? Kayfiyat zo'rdan muzat bo'lmaydi odamda. Muzat bo'lmaydi. Qo'rqqanidingizmi? Endi qo'rqib bo'ladi, men o'yladim, vaqtida bir esizlik operatsiyasi bo'lasam, yo'q, zakon yengil, hozir yugurib ketaman. Agar ruxsat bersangiz, mashina olib ketaman. Undan narsa bo'ladi. Malades. O'zi yaxshi yigit ekan, xushchaqchaq yigit ekan. Aziz kuzatuvchilar, agar sizda proktologik va flebologik, varikoz kasalliklari va gemoroy kasalliklari bezovta qilsa, bizga murojaat qiling. Biz sizlarga lazerli operatsiya yordamida to'liq 100% kafolatli, ishonchli yordam ko'rsatamiz. Lekin doktor bova Surxondaryo oblastdan, rayondan nomeradi. Bildim shuni. Sog' bo'lsin, jonlari sog' bo'lsin. Bizni kuzatishda davom etinglar, biz sizlarga natijalarimizni ko'rsatib boramiz.